Ba'zan hayotimizda shunday insonlar uchraydiki, ularning bosib o'tgan umr yo'li oddiy yillar ketma-ketligi emas, balki sabr, matonat, mehnat va fidoyilikdan bitilgan bebaho asarga aylanadi. Ular shunday iz qoldiradiki, bu izni na vaqt o'chira oladi, na masofa. Chunki ular umrini faqat o'z baxti uchun emas, boshqalarning kamoli, kelajagi va ezgu orzulari uchun bag'ishlaydi. Ayol. Bu so'zning o'zida ona allasi ham, ustoz nasihati ham, ijodkor qalbi ham, oila mehrining iliqligi ham mujassam. Ayol hayotga fayz, xonadonga baraka, jamiyatga esa ma'rifat baxsh etuvchi buyuk ne'matdir. Uning baxti esa faqat kulgusida emas, balki ortida qoldirayotgan ezgu ishlari, tarbiyalagan farzandlari, voyaga yetkazgan shogirdlari va qalbidan unib chiqqan ijod namunalarida namoyon bo'ladi. Bugungi ayol baxti ko'rsatuvimiz qahramoni ham ana shunday ulug' fazilatlarni o'zida mujassam etgan. Umrining eng go'zal yillarini ta'lim sohasiga bag'ishlagan fidoyi ustozdir. U uzoq yillar davomida minglab o'quvchilarga nafaqat bilim berdi, balki hayotni sevishni, insoniylikni, mehr-oqibatni va ezgulikni ham o'rgatdi. Har bir shogirdining yutug'ini o'z farzandining muvaffaqiyatidek qabul qiladigan bu ustoz uchun kasb shunchaki mehnat emas, balki umr mazmuniga aylangan muqaddas mas'uliyatdir. Ammo uning qalbi faqat ta'lim xonalari bilan cheklanib qolmadi. U his-tuyg'ularni qog'ozga ko'chirdi, dard va quvonchlarini she'rga aylantirdi. Hayotdan olgan saboqlari, inson qalbiga bo'lgan cheksiz mehr va nozik kechinmalari uning she'riy to'plamlarida o'z aksini topdi. Har bir satrida samimiyat, har bir misrasida hayot nafasi, har bir so'zida esa ayol qalbining cheksiz olami yashaydi. U yozgan maqolalar ham insonni o'ylashga, ezgulikka undaydi, ma'naviyat va ma'rifatga chorlaydi. Turfa makon, manzillar, gullarga kon anvoyi, O'zbekistonning ko'rki, oltin voham Navoiy. Onadayin mo'tabar, mehr to'la qo'rg'onim, teng bo'lolmas dunyolar, o'zing ko'ngil ardog'im. Olam ichra yagona, menga aziz tuproqsan, to'fon u bo'ronlarda so'nmay yongan mayoqsan. Deya Latofat Rajab va ushbu misralarni Quyosh qo'shig'i nomli kitobida bitadi. Ayol baxti ko'rsatuvi turli xil soha vakillaridan tayyorlanib kelmoqda. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni esa nafaqat ijodkor, balki ta'lim sohasida ham uzoq yillardan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Latofat opa, ilk bor qo'lingizga qalam olgan paytlaringizdan boshlaylik. Ijodga sizni nima undagan? Men ilk yozgan she'rimni eslay olmasam-da, o'sha davrlarni eslayman. 12-13 yoshlarimda she'riyatga qiziqish uyg'ongan menda. Shoirlarning she'rlarini, kitoblarini o'qiganim sari o'sha she'riyatga juda ham qiziqib qolganman-da. Men ham she'r yozib bilarmikanman deb o'sha 4 qator, 8 qatorlik she'rchalarimni yozib, ukalarimga, oila a'zolarimga o'qib berganman. Ularni hayratlanishi, ularni meni maqtab, rag'batlantirishi menga juda ham yoqqan va ana shu tarzda she'r yozishga qiziqqanman. O'zim ham ko'plab she'rlar o'qiy boshlaganman-da. Bundan ham zo'r she'rlar yozishim kerak deb shu bolalik chog'larimda ana shunday she'r yozishga menga havas uyg'ongan. Yoshligingizda yozgan she'rlaringiz qanday mavzularda bo'lgan? Nimalardan ilhom olgansiz? Ilk she'rlarim o'sha bayramlar haqida, Yangi yil bayrami haqida, aniq bilaman Qorbobo, Archa mavzusida she'r yozganman. Buni bitta ukam ham albatta o'qib, shuni xursand bo'lib aytgan. Bahor haqida, fasllar haqida ko'plab yozganman, do'stlarim haqida. Yana o'sha paytda yozgan she'rlarim, onamga degan she'rlarim bor edi. Shu mavzularda o'sha 13 yoshlarimdan boshlab she'rlar yozganman. Meni bu ijodga qiziqishimda ota-onam ham befarq bo'lishmagan. Dadam ayniqsa qiziqib, she'rlarimni tinglab, ana she'r yozibdi qizim deb meni maqtab, rag'batlantirib, o'sha o'zlarini do'stlari, ijodkor do'stlariga borib saboq olishga tavsiya qilganlar. Shundan keyin o'sha
Karmana tumanida o'sha payt kommunizm uchun oldingi nomlanishi Navoiy ovozi gazetasi redaksiyasiga dadam meni yetaklab etganlari esimdada. O'sha redaksiya hovlisiga kirganmiz. Men seni hozir ustozing bilan tanishtiraman deganlarda, redaksiyaga kirib borganimizda dadam bitta tanishlari bilan ko'rishib gaplashib qolganlar. Men binoni ichiga kirib uzun koridor bo'lardi. O'sha paytda juda ham ko'z oldimda turibdi hali uzun koridorcha, ingichka koridordan yurib borganman, eshiklarni ochiq turgan eshiklarga qarab, keyin salgina nim ochiq turgan eshikdan qarasam, bo'ylari uzun oq sariqdan kelgan bir kishi derazaga qarab xayol surib turgan ekan. Men eshikdan qaradimda, yana o'zimni olib qochdim. Yana bir qaradimda, yana olib qochdim. U kishi sezib qoldilar-da eshikdan kimdir qarayotganini. Keyin qani keling, qani sizga kim kerak dedilar-da. Men hayajonlanganimdan eshikdan o'zimni olib qochdim. Shu payt dadam keldilar-da, men senga ustozingni tanishtirmoqchi edim. Ustozingni o'zing topib olibsan-ku, mana shu kishi seni ustozing bo'ladilar endi deb ustoz Odil Xatamov bilan ilk bor tanishgan paytim o'sha ko'z oldimda turibdi-da. Kishini kulib turgan chehralari, bo'ylari uzun, dadam bilan qadrdon ekanliklarini o'shanda bildim. Tengdosh ekanlar, so'rashib, gaplashib, keyin meni tanishtirganlar. Mana sizga shogird olib keldim, ijodga qiziqadi, she'rlar yozib boshladi deganlarda, u kishi juda ham xursand bo'lib, qani bir she'rlardan eshitaylikchi deb men she'rlarimni eshitib, ilk e'tirofni men bolalarcha tasavvurimda, bolalarcha qalbim bilan u kishidan eshitganman. Bu lahzalar hech qachon esimdan chiqmaydi. Aynan she'riyatga bo'lgan qiziqishingizni ham ustozingizdan olgan maqtovlaringiz boshlab bergan ekan. Juda ham yaxshi. Va aynan ijodkorlik yo'nalishida yana qanday davomiy ishlarni qildingiz? Men mana shundan keyin o'sha gazetada tashkil etilgan to'garakka qatnasha boshladim, tengdoshlar bilan tanishdim, do'stlashdim, ularning ijodidan bahramand bo'ldik. İlk she'rim 1985-yilda Paxtakor qizga degan she'rim o'sha kommunizm uchun hozirgi Navoiy ovozi gazetasida chop etilganda, endi mendan baxtli odam yo'q edi o'sha paytda. Juda ham xursand bo'lganman. Yanada ijod qilishga, yanada o'qishga, kitoblar o'qishga kirishganman. Albatta bunda maktab o'qituvchilarimiz, adabiyot o'qituvchilarimiz juda ham hissasi katta deyman. Kitob o'qishga qiziqishimga yanada meni undagan, turtki berganlar. Mana shu to'garakdan olgan, ustoz Odil Xatamovdan olgan saboqlarim keyingi ijodimda ham juda katta o'rin egallaydi. Viloyatimizda yashab ijod etayotgan Salima Umarovaning ijodidan, shuning jurnalistlik faoliyatidan ilhom olganman, qiziqqanman shu kasbga keyinchalik. Doston Mavlonov ustozlarimiz o'sha yerda to'garakka borganimizda ular albatta o'z saboqlarini berardilar, ba'zida tanqid qilardilar, ba'zida maqtov eshitardik. Gazetalarda har navbatdagi she'rim chiqqanida o'zim yana bir o'zim ustida izlanishga kuch topganman, yanada qiziqishim ortgan. Orzularimiz ham shu bilan bog'liq, ijodkorlik bilan orzular qilganmiz yoshligimizda. Bugun ham qahramonimiz hayotga o'sha mehr bilan boqmoqda. U kasbining jonkuyar fidoyisi bo'lib qolmoqda. Hamkasblari uni yuksak hurmat bilan tilga oladi. Uning samimiyligi, kamtarligi, bag'rikengligi va odamlarga bo'lgan mehrini alohida e'tirof etishadi. Chunki chinakam ustozning obro'si egallagan lavozimi bilan emas, balki odamlar qalbida qoldirgan izi bilan o'lchanadi. 2023-yilda Maktabgacha ta'lim boshqarmasi bilan Xalq ta'limi boshqarmasi ikkita tashkilot birlashgan paytda Latofat opa bilan biz tanishganmiz, birga bitta tashkilotda ishlash nasib qilgan. Latofat opa mehnatkash, jonkuyar, fidoyi inson. U kishi mana shu ish jarayonimizda ham o'zlarini maslahatlarini hech ham ayamasdan berib keladilar. Ayniqsa mana bu yosh, endi ish boshlagan hamkasblarimizga ham yaqindan yordam berib keladilar. Latofat opa shuningdek bir mehribon ona sifatida taniymiz u kishini. Oilalarida ham mehribon ona, buvijonlar u kishi. Latofat opa bilan
ishlash jarayonimizda u kishini haqiqiy bir insonparvarlik xislatlarini ko'p his qilganmiz. Ayollar o'rtasida ham misol uchun o'zlarini yaxshi maslahatlarini, qo'ldan kelgancha yordamlarini beradigan yaxshi inson sifatida bilamiz biz. Ham ijodkor ayollar o'zlarini ijodlari bilan biz yaqindan tanishganmiz. U kishini she'rlarini doim eshitib kelamiz. Mana shu u kishida bolajonlarga bo'lgan bir o'zgacha mehrni his qilganmiz. Bolalarga ko'plab yozgan she'rlarini ko'p o'qiymiz. Vatan ishqida yozgan she'rlarini ko'p o'qiymiz. U kishi bir nima desam, bir ayolda jam bo'ladigan jamiki xislatlarni biz Latofat opada ko'rganmizda. Haqiqiy bir og'ir, vazmin, bosiq, yoshlarga o'rnak bo'ladigan ustoz sifatida u kishini taniymiz. Hamkasbim Rajab va Latofat Rasulovna ta'lim sohasida ko'p yillardan buyon fidoyilik bilan mehnat qilib kelmoqda. Kasbiga sadoqatli, mehnatsevar va samimiy inson. U kishi har doim o'z ishiga yuksak mas'uliyat bilan yondashadi. Hamkasblari orasida hurmat qozongan. Latofat Rasulovna nafaqat ta'lim sohasida, balki ijod olamida ham o'z o'rniga ega. Uning she'rlari ezgulik, mehr-oqibat va hayotga muhabbat tuyg'ularini targ'ib etadi. Yaqinda bolalar uchun Quyosh qo'shig'i nomli kitoblar chop etilgani ham uning ijoddagi yana bir muhim yutuq bo'ldi. Ustozga kelgusida ham mustahkam sog'lik, faoliyati va ijodida yangi muvaffaqiyatlar tilayman. Navoiy davlat pedagogika institutida o'qib yurgan paytlarimda institutda tashkil etilgan qalamkash to'garagiga ishtirok etardim. Gazetasi bo'lardi institutda. O'sha gazetada she'rlarim, maqolalarim chiqib turardi. Viloyat gazetasiga, tuman gazetasiga, Istiqlol g'unchalari degan xalq ta'limini gazetasi bo'lardi. O'sha gazetalarga muntazam ravishda she'rlarim, maqolalarim chiqib turardi. 1999-yil ijodkor o'qituvchi tanlovida qatnashganman. Navoiy shahridan qatnashdim, viloyatga o'tdim. Viloyatda ham o'sha ijodkor o'qituvchi tanlovida viloyat bo'yicha o'zbek tilida, ona tilimizda yozilgan nazm yo'nalishi bo'yicha respublika anjumaniga qatnashishga yo'llanma olganman va o'sha Qashqadaryo viloyatini Shahrisabz shahrida bo'lib o'tgan ijodkor o'qituvchi anjumanida, respublika anjumanida ishtirok etganman va ijodkor o'qituvchi ko'krak nishoni bilan taqdirlanganman. Viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasida ishlagan davrimda menga bitta shunday imkoniyat tug'ildiki, bundan o'zim juda ham xursandman. Boshim ko'kka yetdi desam ham adashmayman, chunki o'sha boshqarmada matbuot kotibi o'sha Xurshida Narziyeva bola parvarishida bo'lgan davrda vaqtincha matbuot kotibi lavozimini bajarish meni zimmamga yuklatildi. Boshqarma boshlig'i tomonidan ishonch bildirib, bundan oldin qo'rqdim, keyin hayajonlandim. Lekin bularni ikkalasini ham zamirida quvonch bor edi. Chunki men 17 yoshimda qilgan orzuyim, o'sha armonga aylanib qolgan, jurnalist bo'laman degan armonim qaysidir ma'noda ushalgan edi. Mana shu 6 oy davomida men bu kasbni endi qay darajada bajardim, lekin o'zim qoniqmayman, o'sha professional bajara olmadim. Albatta tajribasizligim pand berdi bir xil joylarda, lekin bajarganimdan 50 yoshimga kelib men armonim ushaldi-da. 6 oy davomida jurnalistlik kasbini butun bir mas'uliyatini, qiyinchiligini va sharafli tomonlarini hammasini men o'zimdan o'tkazdim. Bundan albatta baxtli bo'ldim va tajriba ham orttirdim. Har ikkala kasbning ham o'ziga yarasha mas'uliyati, o'ziga yarasha zalvori bor. Men pedagog bo'lganimdan albatta xursandman, baxtliman. Juda ham mas'uliyatli kasb ekan jurnalistika kasbi. Jurnalistlar faoliyatini juda ham ko'p kuzatganman. O'zimizda o'sha to'garak bo'lardi. Oldin Karmana tumanini kommunizm uchun hozirgi Navoiy ovozi gazetasida yosh jurnalistlar to'garagi bo'lardi. Ustoz Odil Xatamov rahmatli o'sha olib borardilar. O'shani darslariga qatnashganman, saboqlarini olganman.
Hayot esa uni turli sinovlardan o'tkazdi. Ayriliqlar ham bo'ldi, og'ir kunlar ham bo'ldi. Ammo u hech qachon taqdir oldida bosh egmadi. Har bir qiyinchilikni sabr bilan yengdi. Har bir sinovdan yanada kuchliroq bo'lib chiqdi. Balki shuning uchundir uning chehrasidagi tabassum ortida ulkan matonat, qalbidagi sokinlik ortida esa katta hayot maktabi yashirin. Hayot bir tekisda ketmas ekan, hayotda albatta armonlar, tashvishlar, ayriliqlar bo'lar ekan. Mana bundan 8 yil muqaddam turmush o'rtog'im to'satdan kasallik tufayli olamdan o'tdilar. Bu albatta hammamizni bir chuqur qayg'uga tushirdi, farzandlarimni, meni, boshqa oila a'zolarimizni ham. Bu ayriliqni tushkunligidan albatta biz kelajakka bo'lgan ishonch, farzandlarim bilan birgalikda va yaqinlarimizni qo'llab-quvvatlashi, mehribonligi tufayli baribir o'sha sabr bardosh bilan bu vaziyatlardan o'tib oldik. Oxiratlari obod bo'lsin. Farzandlarim biri institutda o'qirdi o'sha paytda, ikkinchisi kollejda ta'lim olardi. Bu paytda albatta qiyinchiliklar, juda ham bir tushkun kayfiyatga tushib qolganmiz. Keyinchalik farzandlarimni yaqinlarimizni daldasi qo'llab-quvvatlashi bilan farzandlarimni yaxshi kunlarida ham mana birga yaqinlarimiz bilan o'tkazdik. O'g'limni uylantirdim, qizimni turmushga berdim. Mana hozir endi xudoandachilik, xudolarimiz bilan xuddi qarindoshlarday farzandlarimizni baxtu kamolini tilab, ularga bir yaxshi yo'l ko'rsatib, ularni baxtli oila bo'lib yashashligini qo'llab-quvvatlab kelmoqdamiz. Turmush o'rtog'im vafotidan keyin albatta mas'uliyat o'zimni yelkamga tushdi, zimmamga tushdi. Bu yerda o'sha qaror qabul qilish, muhim qarorlarni qabul qilish, farzandlarni bir to'g'ri yo'lga boshlash juda ham qiyin ahvolda qolganman. Mana shu kunlarni ham boshimizdan o'tkazdik. Bu juda ham bir o'zi ayolni, bir o'zi bu narsalarni qilish juda ham qiyinchilik, hayotidagi eng bir qiyin davr deb bilaman shu davrni. Chunki bolalarimning otasi tiriklik paytida muhim qarorlarni u kishi qabul qilganlar. Ro'zg'orni, uyni, bolalarni tarbiyasi birgalikda nima qilganimiz uchun, amalga oshirganimiz uchun men kutmagan bu zarba bo'ldi, hayotiy zarba. Albatta bu sabr bardoshimiz bilan, o'sha yaqinlarimizning qo'llab-quvvatlashi bilan bu zarbalarni albatta yengdik. Mana hayot davom etadi. Boshimdan o'tkazgan qiyinchiliklarim mevasini bugungi kunda ularni baxtli hayot kechirayotganligi, baxtli oila egasi ekanligini, mana o'zlari ham farzandlar tarbiyalab, mehnat qilayotganliklarini, xursandchiligidan, ko'zlaridagi baxtdan ko'rishim mumkin, ko'ryapman. Albatta mana shu kunlardan, shu kunlarga shukrona aytib, xursandman, baxtliman bugungi kunda. Bugun u baxtini dabdabada emas, oilasining tinchligida ko'radi. Farzandlarining kamolini, nabiralarining sho'x kulgusini, ularning mehr bilan ona, buvijon deya bag'riga intilishini umrining eng katta mukofoti deb biladi. Oila uning ilhom manbai, tayanchi va kuchidir. Aynan shu mehr qo'ynida u ijod qiladi, yangi satrlar bitadi, hayotga yana va yana muhabbat bilan boqadi. Latofat Rajabova ish faoliyatlarida jonkuyar, mehnatkash, yaxshi kadr. She'r olamida esa muvaffaqiyatli ijodkor. Bugun Latofat Rajabova oilada qanday ayol, qanday ona va qanday buvijon? Ijodkor sifatida men yaxshigina tanishtirdingiz. Oilada mehribon ona, qaynona va mehribon buvijonman. Ikkita farzandimni uyli joyli qilib, 3 ta nabiraning sevimli buvijoniman. Ularda hamma orzu havaslarimni ularda ko'raman. Armonlarim ulashganini his qilib turaman ular bilan. Ularning baxti kamolini tilab, ularni shu yaxshi inson bo'lib tarbiyalanishi, yaxshi inson bo'lib yetishishiga imkon qadar
o'sha farzandlarimga ularning tarbiyasiga bugungi kunda yordamlashib kelmoqdaman. O'g'lim Ma'rufjon bugungi kunda o'sha qurilish kompaniyasini savdo bo'limida ish yurituvchi bo'lib faoliyat yuritib kelmoqda. Qizim esa o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotida musiqa rahbari bo'lib faoliyat yuritadi. Ular ham o'zini hayot yo'li, o'zining oilasi, o'zining kunlik tashvishlari, quvonchlari bilan band. Hozirgi kunda farzandlarini tarbiyalashyapti. Ular ham menga nisbatan, meni ijodimga nisbatan qiziquvchan, e'tiborli va mehribon barchasi. Kelinim ham o'zimni qizimdek, o'sha ikkita farzandim, 3ta bo'lib, hammasi atrofimda girdikapalak. Baxtli oilamiz hozir. Bugungi kunda farzandlarimni ham ana shu o'zini bilimi, o'zini kasbi, mehnati bilan ona yurtimizga mehnat qiladigan, foydasi tegadigan haqiqiy insonlar bo'lib hayot kechirishini xohlayman va bunga ularga albatta nasihatlar qilaman, yo'l yo'riq ko'rsataman. Keling sizdan o'zingizga yoqqan chiroyli misralardan eshitsak. Men hozir e'tiboringizga o'sha yaqinda yozgan yangi she'rimni, Vatan deb nomlangan yangi she'rimni havola etmoqchiman. Kimdir olislardan yo'llaydi maktub, tuyg'ular tizilgan so'zlarda vatan, sog'inchlar yig'lagan diydorni kutib, muhabbat aks etgan ko'zlarda vatan. Juda ham ta'sirli hamda ajoyib misralar. Biz kuzatdik, kitoblaringizni ko'rib chiqqan paytimda ko'pchiligi Kamalak nomli to'plamingiz bolalarga bag'ishlangan, ularning dunyosiga, ularning hayotiga bag'ishlangan she'rlarni ko'rdim. Ushbu birinchi to'plamingizda esa o'sha vatan madhi, mehr muhabbat, insoniylik, odamiylik kabi tuyg'ular aks etgan. Keling, 3-chi va oxirgi she'riy to'plamingizga o'zingiz to'xtalib o'tsangiz. Quyosh qo'shig'i deb nomlagan ekansiz. Aynan nimaga bu nomni berdingiz va uni ichidan qanday she'riy to'plamlar o'rin olgan? 3-chi yaqinda nashrdan chiqqan Quyosh qo'shig'i maktabgacha yoshdagi va kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga bag'ishlangan ekologiya yo'nalishidagi she'rlar joy olgan. Bunda tabiat tilga kirganda degan rukun joy olgan. Bu yerda tabiat hodisalari, yil fasllari ular tilga kiradi. Ular bolalarga tushunarli, bolalarcha quvnoqlik bilan bolalarga o'zini tanishtiradi. O'zining xususiyatlarini tushuntirib, tabiatda tutgan o'rni, tabiatga qanchalik muhimligini haqida o'sha tabiat hodisalari o'zi tilga kirib aytadi. Shunda Quyosh qo'shig'i degan she'rim ham shuni joy olgan. Shuningdek, bu she'riy to'plamimni Quyosh qo'shig'i deb nomlaganman. Ijodimda salmoqli o'rin egallaydi deb ayta olaman, chunki Karmanada tug'ilib o'sdim. Bu ona shahrim desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Karmana haqida, o'zimni tug'ilib o'sgan joyim haqida she'r ancha yillar yoza olmadim, chunki yozganlarim ham ko'nglimga yoqmadi, yaxshi chiqmadi deb uni nima qilmadim. Keyin hozir Karmanam degan she'rimni sizlarga havola etaman. Bu masalan qo'shiq ham qilindi, hamma sevib tinglamoqda. Karmanam: bosh egmading sen armonlarga, guvohdirsan ne zamonlarga, qalqon bo'lding tig' paykonlarga, mardu mardonamsan Karmanam. Mardu mardonamsan Karmanam. Aziz avliyolar makoni, Temir shayx Qosim shayx shoni, tarixlarga muhr haroni, inju durdonamsan Karmanam. Tarixlarga muhr haroni, inju durdonamsan Karmanam. Bolaligim o'tgan shodumon, orzularim uchgan bearmon, yulduzlarin ulashgan osmon, onam yagonamsan Karmanam.
Darhaqiqat, baxt bu faqat erishilgan yutuqlar emas. Baxt bu ortingdan duo qiladigan shogirdlar, mehr bilan yoningda turadigan oila, hurmat bilan qadrlaydigan hamkasblar va yillar o'tsa ham qadri yo'qolmaydigan halol mehnatdir. Ana shunday baxt egasi bo'lgan bugungi qahramonimizning hayot yo'li ko'plab ayollar uchun kuch, saboq va ilhom manbai bo'la oladi. Bugun ayol baxtida biz sizni qalbi she'rga oshno, so'zi hikmatga yo'g'rilgan, umrini ilm ma'rifatga bag'ishlagan, oilasining mehrli bekasi, farzandlari va nabiralarining suyuklisi, hamkasblarining ehtiromiga sazovor bo'lgan mo'tabar ustozning hayot sahifalari bilan yuzlashtirdik. Aslida haqiqiy baxt ezgulik ulashib yashagan umrning o'zidadir. Latofat opa, ko'rsatuvimizning asl mohiyati ham aslida ayolning baxti. Sizningcha mana shu umringiz davomida deylik, umringiz davomida qiyinchiliklaringiz, yaxshi kunlaringiz va tajribangizdan kelib chiqib nima deya olasiz? Ayol qachon baxtli bo'ladi? Ayol qachonki jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lsa, oilada hurmat e'tiborda bo'lsa, o'zini orzu armonlariga erishgan bo'lsa, yuragidagi o'sha ushalmay qolgan orzulari ulashganda, u ayol baxtli bo'ladi, to'laqonli baxtli bo'ladi. Do'stim, berolmayman qasr shohona, aslo bo'lolmayman tillo ostona, intilsang pokiza orzular sari, baxtliman bo'lolsam bitta pog'ona. Ko'rsatuvimizni ushbu savol bilan yakunlaymiz. Latofat Rajabova bugun baxtli ayolmi? Albatta, men butun bir qalbim bilan ayta olaman, bugun men juda ham baxtli ayolman. Insondan qoladigan eng katta meros mol dunyo emas, balki uning tarbiyalagan shogirdlari, mehr bilan voyaga yetkazgan farzandlari, qalbdan bitilgan ijod namunalari va odamlar xotirasida yashab qoladigan ezgu nomidir. Biz esa bugun ana shunday hayot maktabini yaratgan, umrini ilmga, oilasiga va ijodga bag'ishlagan mo'tabar ustozning hayotidan yana bir bor ilhom oldik. Qalbida ezgulikni asrab yashagan insonning baxti ham, qadri ham doimo yuksak bo'ladi.